kamtarlik birinchi qadamda insonningki Alloh subhanahu va taoloning oldidagi kamtarlik bo'ladi. Bu birinchi qadami. Bayatan qadisini takrorlaymiz. "Va man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah." Qanday odam kamtar bo'lsa, Alloh uni qanaq chiqirdi, ko'tarib chiqiradigan gap. Ya'ni uni izzat ato qiladi, sharaf ato qiladi. Inson o'zini tuyan tutqanga har ko'z insondan bo'lib qolmaydi, tuyan bo'lib qolmaydi. Mutakabbirlik qiladigini faqat o'zining qanchilikligini, yaratquchining qanchilikligini bilmaydigan bir nodon inson mutakabbirlik qiladi. Esingizda bo'lsin, mutakabbirlik insonning normal xizmatini butunlay ko'rdan chiqaradigan bir virus. Bir misol olsam, oddiy misol. Bizning uyda bir sut bor, bir qancha ma'lum miqdorda sut bor. Uyga nurg'un mehmonlar kelsa, men sutga suv aralashtirish orqali hammalarga yetarli bir ichimlik hozirlayman. Buzmaydi. Ammo sutga bir temetim buzuq moddalar, mayli nima bo'lsin suyuq moddalardan, buzuq moddalardan bir temetim qo'ysam, aslning hammasi buziladi. Shunga o'xshash inson qancha yuqlab kelsin, shu mutakabbirlik virusi insonda bo'lgan hamon. Bu kamtarlikning dal aksi. Tam aksi mutakabbirlik. İnsan qanchalik ko'p kelsin, mutakabbirlik bo'lgan hamonlar buning hammasi tugaydi. Xuddi cho'ng bir qachdagi sutni bir temetim buzuq modda yoki har xil suyuqlikqa buzgandeklar masala. Payg'ambar alayhisalom bu haqda Imom Muslim Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqal zarratin min kibr. Ya'ni qalbida bir misqalchilik, zarrachilik masalan. Bir misqal. O qanchalik narsa ham do'minadi. Bir zarraning birimiz ajoyib ig'ir virus bu. Bunda odam jannatga kirmaydi. Mutakabbir. Chunki u odam normal hayotga mos kelmaydi uning. Chunki inson men degandan keyin, men kim o degandan keyin Alloh bilan u mos kelmaydi. Bir yerga kelmaydi u. Alloh subhanahu va taolo bir hadis qudsiyda Imom Buxoriy Abu Hurayradan rivoyat qilgan hadis qudsiyda cho'nglik mening dedi. Al-kibriya ridai. Buyuklik mening dedi. Val azma izari. İnsana yaraşmaydı o, insana yakışmaydı ezelden. Demek insan şunda men çoğun, men kim o degenden keyin birinci to'qinishligini Alloh subhanahu. Çünkü insan degan kim o Allohning oldida? Qanchalik narsa o? Undan keyin atrofidagi mayli dadabolar orasida, hatto qarindoshlar orasida, saboqdoshlar orasida, xizmatdoshlar orasida, qo'lim qo'shlar orasida inson o'zini shunda yo'g'on o'ringa qo'ygandan keyin mushkula shu yerdan chiqadi. Biz yuqorida deganlarimizning hammasi shaxsiy insonga, shaxsiy bir kishilik insonga ko'rsatgan ta'sirlar bo'lib qolsa, mutakabbirlik insondan xalqib agar davlat arboblariga, bir davlatning xarakteriga singan vaqtida dal biz boshdan oyoq qarshi olgan zolim, zulm, haddidan eshish, boshqalarni ezish, boshqalarning yurt makonlarini tartib olish, boshqalarni qo'g'lab chiqishdek zulm bir davlatda ashaydigan shakl. Chunki davlat arboblari, hokimlar Alloh ularga bergan vaqtlik bir imkoniyatlar, kim gap qilsa shu gapini anglagan, nimani buyursa ijro bo'layotgan bu ahvolga qarab turib, xuddi o'zining har fikri, har gapi kesin ijro bo'lmagandek bir xil tuyg'u bo'ladi. Bu kibrlikning boshlanishi. Shuning bilan u qilgan ishlarining hech qaysida Alloh subhanahu va taoloning hisobotiga qatmaydi. Halbuki Allah zalimlarni bütün insonlarga, bütün jahonga uning zolimligini, tog'iyligini bildirib turib bayron qilish uchun, boshqalarning hammasiga ibrat qilish uchun va umli lahum inna kaydi matin sura A'rofning 183-oyatda deyilgandek ma'lum vaqt beradi. Bu berilgan vaqtning o'zi bularni texmadini oshiradi. Hamma ish ijro bo'layotgan. Kimga qanday zulm qilsa ketivergan, mazlumlar ketivergan, buning yo'li ichilavergan, hammasi buni qo'llayvergan. Bu ahvol bularni texmo yo'g'onutib eng oxirida zolim dunyoda Fir'avn gibi, mesela Nemrut gibi, zamanımızdaki etrafımızda biz ko'rayotgan, bizni buzaq qilayotgan, bizga zulm qilayotgan zolimlar gibi insonlar o'tirib chiqadi. Buning hammasi nima desa, bir kichik insondagi kamtarlik bo'lmasligidan bo'layotgan ahvollar.
Kemterlik meselesini addiy qaramanlar qarindoshlar. Bu insondagi addiy bir uqumdek yulg'uni bilan mesele yo'g'inigan vaqtida bayat degandek dunyodagi tağutla, dunyodagi zalimlar del kemterlik olmaganlik tufaylidan, mutakabbirlik olmaganlik tufaylidan o'tirg'i chiqadigan gap. Şuna biz her insanınki çoğun küçük to'ng'ishlik har qanday insonning kamtarlik bilan ziynatlanishni, islomning bu axloqininki butun jahonga, butun kishilarninki, butun musulmonlarninki ziynatlanishga tegishli muhim axloqligiga biz ishonamiz.